14-odob. Biror zarar yo musibat yetgani sababli o'lim so'rab duo qilmaslik. Musulmon kishining biror musibatga uchragani tufayli o'ziga o'lim tilashi beodoblik hisoblanadi. Chunki u vafot etishi bilan amali to'xtaydi. Ammo yashaydigan bo'lsa, yomon ishlarga tavba qilishi va ko'plab yaxshi ishlarga muvaffaq qilinishi mumkin. Shuning uchun musulmon odam o'ziga o'lim so'rab duo qilishdan saqlanishi lozim bo'ladi. Bu haqda hadis sharifda shunday xabar berilgan. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: o'lim so'rab duo qilmanglar, uni hargiz tilamanglar. Agar kim duo qilishga majbur bo'lib qolsa, Allohim, hayot men uchun xayrli bo'ladigan bo'lsa, meni hayotda qoldirgin. Agar vafot men uchun xayrli bo'ladigan bo'lsa, meni vafot ettirgin desin. Nasoiy rivoyat qilgan. Shunga ko'ra, mo'min kishi doimo Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lib, yaxshilik so'rab duo qilishga harakat qilishi lozim.